Uy olaman deb pul yig'ib yurgan yaqinlar, men sizlarga bugun o'ta zo'r joydan uy ko'rsataman, qaranglar. Bu mahalla Jamansho'da Bog' mahallasi, eng namunali ko'chalardan biri. Ko'chalar asfalt qilingan, gazlar kirgan, ichimlik suvlari bor. Mana ko'chaning boshida ariq bor. Katta ariqda oqova suvlar ham keladi, ya'ni bemalol огородlarni sug'arishlari mumkin. Qulayliklari nihoyatda ko'p. Ketdik bitta uyni tanishib chiqaylik. Undan oldin mana uyni fasad qismini bitta ko'ringlar, xudo xolasa. Mana devorlarimiz u boshdan bu boshigacha bemalol ko'rib olsalaring bo'ladi. Endi uyda umumiy yer maydoni 4 sotikdan iborat. Ona yosh oilaga o'ta ideal variant ekan. Mana uyda bu burchagidan aylantirib narigi burchagigacha bitta ko'rsatib bersangiz, xudo xolasa bemalol uylarga mana qo'shimchalar qilish mumkin. Bu yoqda hozir bizda tayyor ro'parada koridor, ikki tomonda xona, oxirida dushlari bilan juda chiroyli o'zlariga sharoit qilib olishgan ekan. Uy egalari, aslida bitta ko'ramiz. Derazalar qo'yilgan, xudo xolasa, ya'ni eshik romlar. Kirganimizda bu yoqda mana romimiz va ya'ni koridor va bu yog'i mana yotoqxona. Remontlari aboyga tayyor qilib qo'yilgan. Endi kelib turib o'zlaringizga moslab xohlagan remont turini qilib olsangiz bo'ladi. Bu yoqda mana dushlarimiz bor. Sveti. Mana shunday sharoitda. Xudo xolasa kelasizlar o'sha devoriga xohlasangiz aboy yoki boshqa turdagi remontlarni qilib olsalaring, uy yashashga tayyor ekan. Bu yog'imiz yana bitta kenggina xona. Aytaylik, bu yog'ini masalan bemalol mehmonxona qilib olsa ham bo'laveradi. Xo'p, endi uyimizda umumiy yer maydoni 4 sotikdan iborat. Buni aytdik. Manzili Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamansho shaharchasi. Bu o'sha eng namunali ko'chalar, mahallalar, ya'ni Oybek MFyi. Bu ko'chaning nomi nima edi ustoka? Paxtakor 2 ko'chasi. Endi mana bu tomonda omborxonalari ham bor. Mabodo haligi banka-sanka bu narsalar qo'yib qurilsa bo'laveradi. Bitta ko'rsatib bering shunga. Hop, uyimiz xomg'ich, pishkang'ich aralashtirib qurilgan uylardan bo'ladi. Xudo xolasa, ichimlik suvlari muammo emas. Ichimlik suv kran kirgan. Kran qaydan ko'rdim? Ana o kirgizilgan ekan. Kran suv bor, svet bor, gaz bor asosiysi. Hop, bu mahallada gazlar hadeb ham o'chirilmaydi. Eng zo'r joylar, xudo xolasa. Hop, kelaveringlar, qo'shni bo'lamiz. Bu uyda olinglar, xullas bizniki narigi mahallada, sizlar bu mahallada ko'rishib turamiz, xudo xolasa. Hop, qaranglar. Manzili bu tomondan kelsangiz, Kamolxon ota oshxonasini hamma biladi. Ana shundan o'tganda shunday kirib kelasizlar. O'ng qo'lda adashmasam bir 6-chi mana shu uy, 6-chi, 7-chi uy ekan. Raqam yozilganmi? Yo'q. Bu tomondan Bog' mahalladan kirib kelaverish 5-ko'cha bo'ladi. Ya'ni mana Bog' mahalla komitet tomonidan kirib kelganda 5-ko'chaga shunday kelaverasizlar. O'rta ko'chadan o'tganda chap qo'lda 4-mi uy ekan. Pastda, ya'ni kommentariyada telefon nomerlarini qoldiramiz. Telefon qilib kelishib olsalaring bo'laveradi. Hujjatlar joyida, bemalol bittada o'taveradi notariusda, xudo xolasa. Hujjatlari o'taveradi. Narxini 50 ming barakasiga ozmoz o'tib beramiz deyapti. Xudo xolasa, olinglar, kam bo'lmaysizlar, zo'r ekan, menga yoqdi, dangal, haligi o'zlaringga moslab bu tomoniga yoki bu tomoniga bemalol uylarni qurib olsa bo'laveradigan variantdagi uylarimizdan. Sog' bo'linglar, kanalda mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib kuzatib turinglar. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telegram kanalimiz Mingbuloqda deb yozsalaring, yashil belgili kanal chiqadi o'sha. Obuna bo'lib qo'ysalaring, hamma joylarni lokatsiyasi bilan tashlab boryapti. Sog' bo'linglar.